Qani shunday davr kelsa. Samarqanddan qiz olsak. Har bir uyda samolyot bo'lsa, Amerikadan bozor qilsak. Alla Pugachova deganlar O'zbekistonda paxta tersa, Rossiyada ko'p suzmay xalqimga ko'ngil bersa. Arnold Schwarzenegger kelib loy qilib paxsa o'rsa, o'zbegimning mehnatini Maksim Galkin ham ko'rsa. Jean-Claude Van Damme kelib qovunga jo'yak tortsa, Tyson Gruzchik bo'lib vagonlab ko'mir ortsa. Hatto mashhur Lionel Messi qovun tarvuz taxlasa, o'zbegimning erkaklari kayf qilib uxlasa. Qozoqdan bir suluving bo'lsa, chaqirsang yugurib kelsa, Qirg'izdan qimizing bo'lsa, ichganlar o'kirib kelsa. O'ynab kulib yurganda ham xotinlar mol demasa, 100 yoshingda o'ynab yursang, yigit desa chol demasa. Yaponlarda qizlaridan bitta xotin bo'lsa, har bir erkakning tagida Toyota mashina bo'lsa. 40 xil taom qaynab tursa o'choqda, Hindistonning go'zallari qo'shiq aytsa quchoqda. Qora dengizda emas, dam olsang bir kanalda, baliq pishirib bersa Cristiano Ronaldo. Bersang bitta traktor, yana bitta telichka, g'o'zapoya tashsa aka-uka Klichka. Amitabh Bachchan kelsa yegana mayiz bo'lsa, o'zbegimni to'ylarda har doim Davron va Nigora Malim rais bo'lsa. O'shanda bu hayot yana ham go'zal bo'lardi, dushmanlarning yuragi yorli bo'lardim.